Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan onlayn ustozingiz Anaxon Maqsudovna. Demak, bugungi gap bo'laklari mavzumiz ega bilan davom ettiramiz. Ega bilamizki, sintaksis bo'limida gapda doim ega bo'ladi, albatta. O'zi asosan gap kesim markazida birlashadi, lekin gaplarimiz egali gaplar hamda egasiz gaplarga ham bo'linib turadi. Albatta, gapning egasi bo'lishi mumkin yoki mantiqan kimdir bajarilishi. Diqqat qilamiz. Gap kesimdan anglashilib turgan harakatning bajaruvchisini, belgining sohibini bildirgan bo'lak egadir. Men esa sizga yo'l beraman, ya'ni bu yerda beraman kesim ikkita chiziq. Men esa, ya'ni bitta chiziq. Men bu ega hisoblanadi. Ega asosan kim, nima, qayer so'roqlariga javob bo'ladi. Doim bosh kelish shaklida keladi. Eganing ifodalanishiga ko'ra ot, olmosh, son, sifatdosh, sifat, harakat nomi, taqlid so'z kabi mustaqil so'zlarimiz bilan birikib kela oladi. Endi gapning ishtirokiga ko'ra gap turlari, eganing o'sha gapdagi ishtirokiga ko'ra turlari qarang. Egali gap, egasiz gap. Gap o'zi ikki xil bo'ladi. Egali gap, egasiz gap. Endi diqqat qiling. Egali gap deganda demakki, gapning aniq bir egasi bor. Shaxsi ma'lum, shaxsi, ya'ni ega umumlashgan, shaxsi noma'lum gap bo'ladi. Diqqat qilamiz. Egali gap, demak bu doim gapda aniq bir egasi bor. Aziza bugun darsga keldi. Kim keldi? Aziza. Bo'ldi. Lekin egasiz gap esa o'zining ichida 3 turga bo'linadi. Shaxsi ma'lum, shaxsi umumlashgan, shaxsi noma'lum. Qarang, shaxsi ma'lum degani bu gapda egani tiklash mumkin. Ya'ni egani kimdir bajaryapti va uni biz gapga qaytara olamiz. Tushirib qoldirishimiz ham mumkin va uni qayta tiklay olishimiz ham mumkin. Egasi umumlashgan bo'lsa, demak bu asosan bunga o'sha maqollar kirishi mumkin yoki bo'lmasa avtobus eshigini orqadan kiring, orqadan chiqing degan nimalarimiz bo'ladi. Egali gap, diqqat qildik. Bir tabib qattiq kasal bo'lib yotib qoldi. Kim? Tabib. Bu yerda ega vazifasini bajardi. Uning shogirdlari yig'ilib ustozlarini davolashga kirishdi. Kesim kimning? Uning shogirdlari. Endi bu yerda shogirdlari bu yerda egali gap hisoblanadi. Diqqat qiling. Egani ishtirokiga ko'ra gapni turlari. Demak, biz egasiz gap dedik va shaxsi ma'lum gap dedik. Shaxsi ma'lum gapimizda shaxsi ma'lum gapda ega kesimning shaxson shakllarida ma'lum bo'lib turadi. Ya'ni kesimdan biz egani boya aytganimdek tiklab olamiz. Qarang, qachongacha qorning o'ylab o'tadirsan? Sen qachongacha qorningni o'ylab o'tadirsan? Bu yerda biz tiklay olamiz egani. Qachongacha ko'kdan chalpak kutadirsan? Sen kutadirsan. Ya'ni bu egasi shaxsi ma'lum gap hisoblanadi. Endi egasi umumlashgan gap boya aytganimizdek, bu umumiy mazmunni o'sha barcha shaxslarga umumiy aloqador bo'lib, maqollar, matallar, hikmatli so'zlar, odat tusiga kirgan rasm-rusumlar bayon etuvchi gaplarda ega asosan umumlashgan bo'ladi. Bugungi ishni ertaga qo'yma. Avtobusga orqa eshikdan chiqing. Eganing ishtirokiga ko'ra esa endi shaxsi noma'lum gaplar. Diqqat qiling. Shaxsi noma'lum gaplar. Egasi noma'lum gap kesim fe'li bilan ifodalanganda ish harakatni bajarishga imkoniyat, zaruriyat, shart, tilak, istak kabi ma'nolarni ifodalab keladi. Bunday gaplar kesimning muhim belgisi. Uning tarkibida egalik qo'shimchasining yo'qligidir. Ya'ni bu yerda egalik qo'shimchasi bo'lmaydi. Ular asosan majhul nisbat qo'shimchasini olib keladi. Kesimni harakat nomining kerak, zarur, lozim, darkor degan so'zlarni olib keladi yoki ib degan qo'shimcha bilan ifodalanadi. Qarang, ib bo'lmaydi. Yig'ilishda ta'lim samaradorligini oshirish haqida gapirildi. Bu yerda kim gapirgani? Demak, bu yerda biz uchun noma'lum. Demak, bu yerda ega yo'q hisob. Ishni bajarayotgan ega yo'q.
mantiqan bajariladi, lekin aniq bajarayotgan shaxs yo'q. Harakatnoma bilan bo'lsa, do'stning aybini yuzingga aytish kerak. Qarang, yuziga aytish kerak do'stning aybini. Lekin bu yerda kim aytish kerak? Aynan bizga kerakli egamiz yo'q. Ip bo'lmaydi. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bu yerda ham bizni o'sha kimligi noma'lum. Endi harakatnomiga to'g'ri kelmoq. Qarang, endi qattiq o'qishga to'g'ri keladi. Mana bu yerda ham bizada egalikni tiklovchi yoki egalik qo'shimchalarimiz yo'q. Shuning uchun ham egasi noma'lum gap hisoblanadi. Keyin sa bo'ladi bo'lsa, bugun ma'ruzani barvaqt tugatsam ham bo'ladi. Qarang, tugatsam ham bo'ladi. Endi xo'sh, bizda atov gaplar bor. Shaxsi noma'lum gaplarni atov gaplar ham kiradi. Nega? Chunki atov gaplarda shaxs bo'lmaydi. Shunchaki siz ushbu atov gap, ya'ni bir so'z orqali ko'z oldingizda turli bir hikoyaga kabi, xuddi bir tasviriy nimaning gavdalanishi, ko'z oldingizga xotira yoki biror bir tasvirlarni kelishi, bu atov gap hisoblanadi. Misol uchun qarang, kuz deganda hammayoq ko'z oldingizga darrov, kuz deganda yaproqlar sarg'ayishi, ko'chalarni xazonga botishi ko'z oldingizga keladi. Yoki bo'lmasa qish desa darrov hammaning xayoliga oppoq qorning yog'ishi keladi yoki yangi yil keladi. Mana shu bitta so'z bilan siz tasavvur uyg'ota olishingiz bu narsa atov gap bo'ladi va bular egasiz gap hisoblanadi, ya'ni egasi noma'lum gap bo'ladi. Endi so'z gap. Qarang, so'z gaplar bu odat tusiga aylangan. Albatta, shak so'z, assalomu alaykum, bu so'zlarning egasi yo'q. Ma'lum bir shaxsga qarab aytilmaydi. U hammaga qarab aytiladi. Ana o'shandan kelib chiqqan holatda ha, yo'q, albatta, assalomu alaykum, xush kelibsiz, yaxshi qoling, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling kabi so'z gaplarimiz bular egasiz gaplar hisoblanadi. Mana shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta bizni kuzatishda davom etasiz. Biz sizlar bilan hali onlayn orqali juda ham ko'p darslarni ulashishga harakat qilamiz. Faoliyatimiz endi boshlangani uchun bizning darslarimizga qo'shilib, albatta bizga obuna bo'lib qo'yishni, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shishni unutmaysiz degan umiddaman. Behimmat yordamlaringizni ayamaysiz va albatta yuqoridagi yurakcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Allohga omonatsizlar.